tejamkor, Финансово грамотный. erini boy qiladigan barakali xotin deganda xayoliga kim keladi? Ush точно men xayoliga kelmasam kerak, chunki bugun sizlar bilan biz unpacking rubrikamizni davom ettiramiz. Yey! Bu qizni qaynotasi yo'qmi xohlagan payt baqiradi deydiganlar. Ular прекрасно bilishadi, mana juda ham shundayligimi, meni chiz o'rganib ketishdi. Okay. Birinchidan boshlaymiz. Let's get it. Nimadan chiqaryapti buni? Xo'p. Bu nima so'rashingiz mumkin? Это figurочки для мороженого. Ko'pchilik biladi, to'yimdan keyin to'kka qizib qo'yganim, o'shanga uydagidagi qo'l bola, yaqin borganim uchun. Qo'l bola мороженое bermoqchiman. Shu zaman mорковь zashib себе это desanglar. Bu короче ручка морковь, tushunishinglar uchun. Buni Zveropolis ko'rganlar biladi. Bu ovoz ham yozib, ovoz ham chiqaradi deb eshitdim. Qanday mana распаковка qilyapti? Mana Simbaga pikni ошейник o'zi rozовый olmoqchi edim, keyin o'g'il bola yonimda qo'ya qoling deyishdi. Такой aeroportda svorsi ekan, ko'z temasi yengil bo'lib qolar shkunida. Duodamiz hozircha. Yegunizgacha sizni to'ydan oldin Dysonlar, yangi iWatchlar, MacBooklar radost qilsa, to'ydan keyin bunaqa Vannaga osib qo'yadigan uголокlarmi, oshxonaga taqiladigan narsalarmi sizni ko'proq xursand qilishni boshlaydigan. Buni aytib zakaz qildim. Kranni tagiga pikmi uголочек kerak edi bizga. Вот. Ikkinchi studiyani oshxonamiz uchun yana bitta bunaqa uголочек zakaz qildik. Tez ochaman men buni. Bu bizani samolyotlarga bilan xonamiz uchun atidan zakaz qilingan narsa. Tayyormisizlar? Bunaqa salfetnik. Bizani endi adekvatni odamlardagi salfetnik sararimiz xonamizda turadi. Следующий фарасик. Его можно использовать в качестве подушки, его можно использовать в качестве игрушки. Agar men tarafdan turib tursam, men ko'zim to'yini shoh bo'ladi. Efirda bu narsalarimni faqat Xitoydan zakaz qildim to'yimdan oldin ham, to'yimdan keyin ham. Endi o'zim marketga o'tib oldim. Chunki o'ylab qarasam, menga namnoga выгодныйroq variant ekan. Uzanchka ishdan qaytib olganlarida shunday iltimos qilaman, o'zlari olib kelib beradi. Keyingisi, o'zimni xuddi polye chizib o'tirgandek his qilaman. Все больше и больше сюрпризов. Это кран. Mana xizimda o'shalarni bizga boshqacha yaxshi ko'rishardi. Uyimda qolib ketgan hisobimda. Endi bu uydagi qo'shganimizga ham men vodoprovod olib keldim. Xo'p, buni hozircha qanaqa ishlatilishini tushunmayapman. Tushunib olishim bilan Instagramga qo'yish boshlayman, degan instruksiyasini ko'rsataman. O'shaga menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu hamma narsalarim artikulida bo'lsa, postimda qoldirman. Пока-пока.